Joriy yilning 23-mart kuni davlat rahbari ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid yangi ustuvor yo'nalishlar bilan tanishdi. Xususan, yig'ilishda toza havo umummilliy loyihasi doirasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarga alohida e'tibor qaratildi. Shu mavzuga oid lavha bilan Diyora Soativaga yuzlanamiz. Bugungi global iqlim o'zgarishi fonidagi eng katta ekologik muammolardan biri bu cho'llanish. O'zbekistonda esa bu jarayon allaqachon millionlab gektar yerlarning yaroqsiz holga kelishiga sabab bo'lgan. Orol dengizining qurishi. Natijada 3 million gektar yer foydalanishga yaroqsiz holga kelgan. Hududlarning yarmidan ko'pi esa shamol eroziyasi ta'sirida. Oqibatlar, sabablar va muammolar. Bularning barchasiga tizimli kurashish uchun maxsus ishlar olib borilmoqda. Kuni kecha Ekologiya milliy qo'mitasi rahbariyati tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentiga sohani yanada rivojlantirish hamda takomillashtirish bo'yicha taqdimotlar amalga oshirildi. Mazkur taqdimotda belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda Davlat ekologiya ekspertizasi markazi tomonidan vazifa va chora-tadbirlar belgilab olindi. Yangi strategiyaga ko'ra Green University huzuridagi mintaqaviy ilmiy tadqiqot markazi tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bu markaz Markaziy Osiyoda cho'llanishni o'rganish va boshqarish bo'yicha birinchi ilmiy hab bo'lishi mumkin.